Maya qara, o'rtog'imni sensei klaytsa qotgan sanmisan? O'zingni bos! O'zingni bos! O'zingni bos! Qo'lini bo'ldi. Bo'p, nima qilding? Bo'lib! Bo'p, nima qilib qo'yding? Nima qilding? Nima qilding? Tezlash, come on. bo'la qollar, ini. Bo'p. Aka, mashina qidirib yurmaydilarmi? Olib chiqib ketibsanmi? Uxlayaptilar. Yaxshi narsa ekan-a? Ashi. Yana bitta ko'rardi va uraman. Men uraman. Bu ani o'psagami? Tushunmadimi? Qanaqa bizni bo'tga kelib qoldi. Qattiq xato qildik. Shunga aqlim yetmayapti. Xullas, bular juda ham og'ir jinoyatlarni sodir etgan. Bularni qo'lga olish uchun yetarli ma'lumotlar bizda hali ham yo'q. Ixtiyor, seni vazifang juda ham jiddiy. Abdusaid senga, oilasiga yaqin bo'lasan. Ehtiyotkor bo'lasan. Hammaga tushunarlimi? Xuddi shunday. Ruxsat. Xo'p bo'ladi. Anchadan beri ichki ishlar orqamizdan tushgan ekan. Bizani kuzatib yurishgan ekan. Xola yo'qmi bugun? Mazalari yo'q edi, o'rnlariga men chiqdim bugun. Obyekt uyidan qo'zg'aldi.
Xo'la, shuni yo'q olsak bo'ladimi, o'lobam? Ha. Telefonimni so'rayapman, akaman. Bo'ldi, telefon bo'pti-ku. Nima deganingiz u? Nima? Nima na? O'rta, mani orqamdan tushibdi. Zaldan chiqdi. Yaxshimisan? Ishda topildimi? O'zingni qo'liga ol. Ixtiyor o'ldirib ketishibdi. Vaqt o'tishini qara. Ha, umr o'tib ketyapti, o'rtoq. Muhriddin o'rtoq, senga yangiligim bor. Shu hafta xudo xolasa ota bo'laman. Rostdan. Voy, apiriz, shuncha vaqtdan beri aytmaganingni qara. Tabriklayman. Rahmat, do'stim. Addishi tabriklayman. Addishi o'rtoq. Sog' bo'lgin. Shuncha paytdan beri aytmaganingni qaragin. Hali ko'rasan, kelajakda bizning farzandlarimiz o'rtoq bitta bog'chaga, bitta maktabga boradi. Xudo xolasa. Biz qandoq do'st bo'lgan bo'lsak, ular ham xuddi shundoq do'st bo'ladi. Aytganing kelsin. Nasib o'rtoq. Ha. Shu oy oxirgi Gopskaga chiqamizmi? Mayli. Bir chorvalarga chiqib, akademiyada o'qib yurgan paytlarimizni eslab. Ha, do'stim. Muhriddin o'rtoq, shuncha yil do'st bo'ldik-da. Qara, seni bilib bilmaydiligini og'ritgan bo'lsa, mendan xafa bo'lmagin. G'alatimisan? Qatan topasan bunaqa gaplarni? Jinnimisan, do'stim? Hali ko'rasan, kelajakda bizani buyuk ishlar kutmoqda. Hali men katta tergovchi bo'lib ketganimda, sen qo'l ostimda ishlaysan, o'rtoq. Ixtiyor. Qarama butga. Men buni qilgin deb, nima deysan, ha? Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Boshladik. Ba'zi obyekt aniqlandi, reja bo'ylab harakatlanamiz. Gumonlanuvchilar qo'lga olindi. Operatsiya muvaffaqiyatli yakunlandi. Hammaga rahmat. Operatsiya yakunlandi. Ha, o'ldirib qo'ygan odamimiz xodim bo'lib chiqdi. Bu ishga aloqasi bori ham, yo'g'i ham tergovga chaqirildi. Jasadda bo'lsa yonida ikkinchi telefoni bo'lgan. Bu jasadni shu orqali topishdi. Ekspertiza aboni bagajidan jasadda soch tolasi bilan qon dog'larini topishdi. Eng alam qiladigani, oramizda tili bo'sh bola bor ekan. Bu bo'lgan hamma voqealarni oqizmay tomizmay aytib bergan. Bu Foydasi yo'q. Kamol hammasini tan oldi. Kamol? Menga 97.2, 166, 273 lar bilan 20 ta berishdi. Bolalar ham 10 ta, 12 tadan olishdi. Endi hech narsani orqaga permutga qila olmaymiz.
Bu yerda o'ylashga ancha vaqtim bor. Men bu kecha kelaman deb hech o'ylamagandim. Qilgan xatoyim bo'lsa, o'sha boshida tashagan noto'g'ri qadamim.